Allohnikidir. Olamlar Robbisi deganda nima hayolimizdan o'tadi? Rob so'zini eshitganda nimani tasavvur qilasiz? O'stiruvchi, parvarish qiluvchi hamda to'g'ri yo'lga boshlovchi. Robning ma'nosi shu. Rob so'zini eshitganda shu hayolingizga kelsin. O'z yaratiqlarini bir holatdan boshqa holatga o'tkazuvchi zot. Masalan, olma urug'ini olsak, Alloh urug'ni nimaga aylantiradi? Daraxtga. Rob uni parvarishlaydi. Yanachi, daraxtdan meva o'sadi, ammo u qizarmagan. Sekin asta qizara boshlaydi. Alloh parvarishlayapti. Yoki masalan bir tomchi suv edik, keyin nima bo'ldi? Chaqaloqqa aylandik, keyinchi turishni, yurishni o'rgandik, o'smirga aylandik. Tanamiz o'zgardi. Robbingiz sizni bir holatdan boshqasiga o'tkazmoqda. Yoshingiz o'tdi, keksaydingiz va o'ldingiz, oxirat safariga otlandingiz. Alloh hamon sizni parvarishlamoqda. Endi makro va mikro olamlarni tasavvur qiling. Atomlardan galaktikalargacha ulardagi hammasini o'ylab ko'ring. Cheksiz fazoni o'ylang. Barcha narsaning Robbisi Allohni o'ylang. O'z maxluqotlarni bir holatdan boshqa holatga o'tkazuvchi zot. Endi fazo haqida mushohada qilsak, Somon yo'li galaktikasi. U fazodagi galaktikalardan biri. Endi fazo bo'ylab soniyasiga 300 ming kilometr tezlikda sayohat qilamiz. Yorug'lik tezligi soniyasiga 300 ming kilometr. Mashinamiz shu tezlikda ketmoqda deylik. Somon yo'li galaktikasining chegarasiga yetaman dedingiz. Butun olam emas, balki Somon yo'li chegarasiga. Uning chegarasiga esa 100 ming yildan so'ng yetib bordik. Barcha olamlar deganimizda esa fazo uning bir qismigina xolos. Uning ichida esa minglab va millionlab boshqa olamlar mavjud. Alloh ularni Robbi, Robbul olamin. Olamlar deganda chegara qo'ymang. Baliqlar olami bor, hayvonlar olami, o'simliklar olami, insonlar olami, hammasi alohida dunyo. Har bir insonni bir olam deyish ham mumkin. Fazodagi minglab yoki millionlab olamlar. Rob esa ularni o'z nazoratida ushlab turmoqda. Ularning ichidagi har bir narsani o'zi parvarish qilmoqda. Mana shunday cheksiz qudratga ega bo'lgan Robbimiz qarshisida turamizda Fotiha surasini o'qiymiz. Mana shunday Allohga shukr keltira olishning o'zi menga saodat hissini bermoqda. Ushbu oyatda tegishlilik ma'nosi bor. Ya'ni barcha hamd Allohnikidir. Olamlar Robbisi. Tegishlilik ma'nosini berish uchun arab tilida qaysi so'z ishlatilgan? Bu li qo'shimchasidir. U juda ham muhim. Hamd kimga tegishli? Atrofimizdagi kuchli shaxslargami? Bosslargami? Yo'q, Allohga tegishli. Nega? Chunki Alloh yaratmagan narsani o'zi yo'q. Xo'sh, hamdni boshqasiga ravo ko'ra olamizmi? Barcha maxfiy va oshkora narsalarni Alloh yaratgan ekan. Demak, barcha hamd ham yagona